Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Tuğluq Tömür ümitli gözlerini Mevlanıq tikdi ve bilmedim, tağın yulvağıdak güç kudretim bolsumu, amma yığı gəlyan qoynagan bu elni qandaq oңşaş kerekligini oylap hiç tegiga yetip bolanmadım. Ey ustazım, bununla birer çare tedbir köstələsəmmi? Dep iltica qildi. Əxlaq erdem buzulğanda, rahimdillik baş götürüdü. Rezillik əvic ağanda, pazıllık baş götürüdü. Diyanet suslaşqanda, sadaqat baş götürüdü. Yığı gəlyanda, merdanlar baş götürüdü. Şuna dünyada töt nersi var ki, onun az köplüki ve çoğun kiçiklikinin farkı bulmaydı. Dedi Mevlana Şeyh Celaleddin ketki oydunlap durup. O qaysı töt nersidir? O qaysı töt nersidir? Bu töt nersinin birincisi ot. Onun az boğunumu, köp boğunumu oxşaş köydür. Oxşaş köydürdü. İkincisi qariz. Bir dirhemlik qarizninmi 1000 dirhemlik təşvişi boludu. Üçüncüsü kesellik. Kesel qanchalik yengil bolsun, bəribir zəiflik və nativanlıq payda boludu. Çünki kesel beden səmirilik işlarni qilishqa ojiz keladi. Üçüncüsü. Dördüncüsü düşman. Düşman qanchalik xor və ojiz bo'lishdan qat'iy nazar hamon bir kuni o'z ishini qiladi. Yanichu mal çarpayı yığışqa ahamiyat berish kerak. Çünki mal çarpayı yıqqandila boyliq ko'payadi. So'd setiq qig'ili bo'ladi. Boyliq ko'paygandila andin ilim ma'rifat ishlarini keng yo'lga qo'yg'ili, avam puhrani oqartib hidoyatga boshlig'ili bo'ladi. Tuğluq Tömürxan o'ylamasdilla. Shundaq, ey hurmatlik Mevlana, mertebelik odamlar adab axloqda o'zini o'yish kerak. Mertebesizlar bilan bak yaqin bo'lib ketmasligi lozim. Chunki ko'nlar xotin kishi bilan mertebesizlarni beqish eng qiyin. Ular bilan bak yaqin bo'lib ketsang, 100 obro'ying qolmaydi. Balki yiroq bo'lib ketsang, top-taniga qolasan, deb to'g'ri aytgan. Şuna ular bilan ko'p aloqa qilib ketmasimi bo'ladi. Dedi Mevlana uning bu so'ziga darhol mundaq radiya berdi. Qodir Alloh osmon bilan zamin o'tirsida kulli mo'jizatlarni obrida qildi. Kulli mo'jizatlar orasida eng ulug' bo'lgan odamni fazilatli qildi. Odamlar fazilatli bo'lganligi uchun töhfa tortiq ko'paydi. Shundaq ekan, nemishqa odamlar orasidagi aloqani cheklash kerak ekan? Qudratli haqqon olilari bilamsan, hukmdorlar uchun hammadan muhim ish aql bilan ish qilmoqdir. Aqlning qadri va izzati shundaqki, uni hargiz oldi sotti bilan yoki mardu bilan tepib olg'ili bo'lmaydi. Uni faqat o'zingning istidotingga va ijtihodingga tayinish orqali qo'lga keltira olaysan. Dunyoda eng yaxshi ish hojatmanlarning hojatidan chiqish. Dunyoda eng yaxshi fazilat g'azab kelgan chog'da rost so'zlash va chidam bilan tingshash. Muhtoj kishiga takabburlik qilmaslik, martvaliklar oldida xushamatchilik qilmaslik. Puhralar oldida kibr ko'stib, g'odivanmaslik, gunoh kupurdan o'zni yiroq tutish va hokazolar. Gunohni yuyishdan va o'zni oqlashdan ko'ra, gunohdan o'zni tortish osonroqdir. Tushundim. Undaq bo'lsa aytib boqqincha, eng yaxshi yashash nimadir? Deb so'radi Tuğluq Tömür.
yanıla qanoat hosil qilmay. Salomat bo'lish va xotirjamlikda yashash yaxshi yashashdir, deb javob berdi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki. Biroq istidodliq bir xaqon uchun aytganda bu texi kifoya qilmaydi. Yaxshi toat amali bilan yaxshi nom atoq qodirish kishining mangu yashashidir. Bu eng yaxshi yashash bo'ladi. Biroq bilamsan Mavlana, dedi To'g'liq Temirxon uningga javoban. Yaxshi odam bu dunyoni qutuldirolmaydi. Chunki vosita tanlab o'tirmaslik yaxshi odamning qo'lidan aslo kelmaydi. Ma'lum mendan ilib aytganda bu so'zingni xato degilimi bo'lmas, dedi Mavlana o'ychan ko'zlarini yerga tikib turib. Chunki hokimiyatni qilichsiz og'li va qilichsiz mustahkamligi bo'lmaydi. Uning ustiga qilichsiz avomni hidoyatga boshlag'ili bo'lmaydi. Bu faqat masalaning bir tarafi. Yana bir tarafi. Masalaning yana bir tarafi nima? Ey Xaqoni azam, shuni esingda mahkam saqlag'aysanki, hokimiyat qilichi ikki bisliq o'tkir qilishdir. Go'yo sen qo'lingdagi hokimiyat qilichini boshqa odamga tanglasang, boshqalarmi shu qilishni sening beqiningga tanglash uchun tirishidi. Shunga azaldan qudrat topgan qahirlik mustabid xoqonlarmi bu qilishni boshqalarga xolig'inicha tanglashga jur'at qilolmagan. Mayli o'z beshimchi qudratlik mustabid xoqonlar bo'lsin yoki himoyasiz bechora mazlum fuqarolar bo'lsin, hammasi zamon va makon musofirlarini besib o'tguchi yo'lovchidan boshqa hech kim emas. Chunki 4 kunlik o'tni olam bo'lgan bu falakning gardishi hamon cho'rgilab turdi. Zamona o'ktamlari hukm surgan ashu saltanatlik davronlar zamona bo'ron chapqularida ko'zni yumib ochqicha to'zib ketadi. Zaman ish qilsang, yomon ish qilsang, yomon nom qoldirsan, yaxshi ish qilsang, yaxshi nom qoldirsan. Shunga insonning ma'naviyati sog'lom bo'lgandila ondan kamolatga yetalaydi. Halbuki nabuvat tojini kiyib, saltanat taxtida o'tirib, Janobi Haq Allohning amr farmonini fisqiy fujur va gunohi azamning qasavati bosgan bu zaminda joriy qildirish ashu kamolatlikning eng shonliq ulgusidir. Bilmadim, sen ashu daraja nishonlarga yetishni arzu qilamsankin tang. Ustozning bu so'zlarini anglab, To'g'liq Temirxon cho'nqur o'yga ketib o'tirib qoldi. Mushu daqiqaning o'zida uning kallasida qattiq to'qinish bo'lmoqda edi. Mavlonning necha yillik daviti va tarbiyati uni butparastlik, majusiylikni tark etib, islomiyatga butun vujudi bilan moyil bo'lishga yetaklagan edi. U Chag'atay saltanatini asliga keltirishda o'ziga islomiyatla kuchlik orqa terak va qudratlik ideyi qurol bo'lganligini paydin-pay tunib yetmoqda edi. Biroq butparastlikni, majusiylikni oshkora tark etish ashaddiy butparastlardan bo'lgan Chag'atay ulusidagi barliq mo'ng'ullarni va ulusbegi bo'lgan Amir Bulaji vakilligidagi butun Chag'atay oqsungaklarini o'ziga qarshi qo'yganlik bo'lib, o'zining go'rini o'zi qo'lganlik bilan barobar edi. Bu To'g'liq Temirning Chag'atay saltanatini tanho egallashdek ulug'vor planiga butunlay muxolif keladi. Demak, u yoqqa tarsa ot o'latdi, bu yoqqa tarsa harbi sunatdi. Ey hurmatli Mavlona, qadrdon ustoz, deb xitob qildi To'g'liq Temirxon oxir o'tirdiki jimjitlikni buzib. Amir Bulaji bilan bizning oramizda faramin bor edi.
Bu yerdagi faramin degan Mo'ng'ulcha so'z bo'lib, kelishim degan ma'noni bildirdi ekan. Men bu faraminni buzib, sen targ'ib qilgan islomiyatga, Alloh degan burxonga iymon keltirishga qat'iy bel bog'ladim. Biroq o'zimning aslidagi e'tiqodimni buzib, islomiyatga bay'at qilib, Allohga iymon keltirganligimni hozir oshkora jakorlasam bo'lmaydi. Faqat Olmaliqda Chog'atay ulusining xonliq taxtida rasmiy o'tirgandan keyin ondan o'zimning islomiyatga bay'at qilganligimni oshkora jakorlashim mumkin. Uningdan ilgari bo'lsa, mutlaq mumkin emas. Janobi Alloh har vaqt biz bilan billa, dedi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki salmoq so'zlab turib. Hergiz ensirme, haq so'zliguchi cho'qim Janobi Allohdir. U bizni o'z panohida saqlaydi. Men sening qilgan lavzingga toat amal qildiganligingni bilaman. Lekin har qanday bir ishning vaqt saati bo'lganidek, har qanday bir odamning o'ziga tushliq tanqisligi va o'ziga tushliq loyaqati bo'ladi. Odatlanmagan sharoitdagi ishqa tutish qilish o'zini behuda qiynab qo'yganlik bilan baravardir. Janobi Allohmu bandalarining ish harakatlarining mezoni bo'lgan muborak kitoblarni biraqli tushirmasdan, balki bandalarining ahvoliga qarab bir varaqdan tushirgan. To'g'liq Temur Mavlananing so'zini tushunolmay, taajjub nazari bilan uning qaradi. Musulmonlarning harakat mezoni bo'lgan Qur'oni Karimdagi, Qur'on Karimning nozil bo'lishi haqidagi oyatlarning mazmunidan qaraganda, Alloh taolo Qur'on Karimni Ramazon oyining kechalarining birida tushirganligi bilinib turdi. Shayx Muhiddin Arabiyning Musamirat degan kitobida yozganlardan qaraganda, Allah tarafidan İbrahim alayhissalomga tushirilgan suhub varaqlarning Ramazonning birinchi kechasi, Tavratning Ramazonning 6-chi kechasi, Zaburning Ramazonning 12-chi kechasi, Injilning Ramazonning 18-chi kechasi, Qur'on Karimning Ramazonning 27-chi kechasi tövenki osmonga bir yo'lla tushirilganligi ma'lum. Demak, yuqorqilardan shuni bilib olish mumkinki, musulmonchilikmi asta-asta bo'ladi. Ey hurmatli Mavlana, muddaoyingni tushundim. Qani aytib boqqinchi. Taxt saltanatimni mustahkamlashda yana nimaga tayinish kerak? Hammadan avval aql idrokning himmatiga tayinish lozim. Chunki burgut osmonda kuchlik ikki qanotiga tayinib parvoz qiladi. Odammu aql idrok va himmatiga tayinib yashaydi. Aql idrok bilan himmat sening kuchlik ikki qanotingdir. Ey ustoz, buni yanama tushunishli qilib so'zlab bera olasanmi? Bir Uyg'ur hokimining oldiga miroz da'vosi qilib kelgan 4 akufkining hikoyasini anglaganmisan? U qanday hikoya ekan? deb so'radi To'g'liq Temur ustozning so'zi qiziqib. Uyg'urlarda qadimdan tortib tarqilib kelgan mundaq bir rivoyat bor deb hikoyasini boshladi Mavlana. Bu rivoyatda hikoya qilinishicha qadimqi Ardabilda Qutlug'bek ismli bir hurmatli oqsoqol o'tgan ekan. Uning Kurshotbek ismli bir avlodining qo'rimchi o'g'il degan gap qadimqi Uyg'ur tilida cho'ng o'g'il deganlik bo'ladi ekan. O'tamish qadimqi Uyg'ur tilida qutquchi deganlik bo'ladi ekan. To'g'rul qadimqi Uyg'ur tilida lochin deganlik bo'ladi ekan va oshtal qadimqi Uyg'ur tilida kenji o'g'il deganlik bo'ladi ekan. Ismlik 4 o'g'li bo'lgan ekan.
Kurshod bek vafot bo'lishdan ilgari vasiyat qilib, bütün mal mülkini oğullarga mundaq taqsim qilib beribdi. Oğullarım, bu qızıl boyalgan çedir ve şununğa o'xshash qızıl rangdagi narsalar qo'rimchi o'g'ilning bo'lsin. Bu qora çedir ve uningga o'xshash qora rangdagi narsalar o'tamishning bo'lsin. Bu mulozim ve uningga o'xshash narsalar to'g'rilning bo'lsin. Bu kiyim-kechak ve men o'tirgan uyvoq saramjonlarning hammasi oshtalning bo'lsin debdi. Taqsimotdan keyin Kurshod bek o'g'illarga yana: agar bu taqsimotga rozi bo'lmay ixtilof qilishsanglar, Ko'sandagi Orqish Baxshi ismlik bir hakimning qishig'i berib so'ranglar. Sizlarning talash tortishinglarni shu kishi hal qilib, ba'zi ajab emas deb ko'zini yumibdi. Otasi vafot bo'lgandan keyin degandek 4 o'g'il orasida talash tortish yuz beribdi. Bular oxir otasi aytgan heliqi hakimning yeniga berib, masalani hal qilmoqchi bo'lib yo'lga chiqibdi. Ular yo'l yurib bir yer kelganda bir buluq o'sgan o't cho'plikdan o'tib ketib, u yerda o'tlab yurgan bir to'gining izini uchirtibdi. Bu to'gining bir ko'zi ko'r ekan, debdi qo'rimichi o'g'il. Bu oqsoq to'gi ekan, debdi qo'shim chiqibdi akasining so'ziga o'tamish. Bu quyruq kesik to'gi ekan, debdi 3-o'g'il to'g'ri. Bu qoshqan to'gi ekan, debdi o'g'illarining eng kichiki Oshtal. Ular shundoq deyishib ketayotganda oldiga bir odam uchrab, ulardan to'gisini ko'rgan ko'rmaganligini so'rabdi. To'gingizning bir ko'zi ko'rmidi deb so'rabdi uningdan qo'rmichi o'g'il. Ha, o'ng ko'zi ko'ridi deb javob beribdi heliqi odam. To'gingiz oqsoqmidi deb so'rabdi o'tamish. Shundoq bir puti sunib ketgan edi deb javob beribdi heliqi odam. To'gingizning quyruqi kesikmidi deb so'rabdi to'g'ril. Ha, quyruqi uzilib ketgan edi debdi heliqi odam. To'gingiz qoshqan to'gimidi deb so'rabdi uningdan Oshtalmi. Shundoq to'gamni qochirib qo'ygan edim debdi heliqi odam. Sizlar to'gamni ko'ribsizlar, marhamat qilib menga to'gamning yeniga, meni to'gamning yeniga opirib qo'ygan bo'lsanglar. Biz to'gingizni ko'rmadik deb javob beribdi to'tlisi tanglar. Mubodo ishonmasangiz qasam qilib berishimiz mumkin. Lekin to'gisini qochirib qo'ygan odam bu 4 o'g'ilning qasamiga zodli ishonmay, ular bilan billa Ko'sandagi Orqish Baxshi degan hakimni izlab menibdi. Ular hakimni so'rab tepib, uning yeniga kirganda, heliqi to'gisini qochirib qo'ygan odam Orqish Baxshi degan hakimga bu voqeani so'zlab, kesib qo'yishni o'tinibdi. Sizlar to'tinglar to'gini ko'rmay turib, qanday hukm qildinglar deb so'rabdi hakim ularning so'zini anglab bo'lgandan keyin. To'ga sol tarafdagi o'tni yeb, o'ng tarafdagi o'tni yemabdi. Bir ko'zi ko'r to'gi bo'lsa kerak deb o'yladim deb javob beribdi qo'rimichi o'g'il. To'gining oldi 2 putining yerdagi izi debdi ikkinchi o'g'il o'tamish. Birisi aniq, yana birisi ancha aniq tushmagan ekan. Shuning qarab, oqsoq to'gi ekanligini bildim. Moyoqlari yerga g'ujmak tushganiga qarab, quyruqi kesik to'gi ekan dedim deb javob beribdi to'g'ri. Qarasam debdi Oshtal eng oxirida javob berib, o't cho'plari toza yaxshi yerdan o'tlamay, o't cho'p ola ungan yerlardan o'tlabdi. Shunga qochqan to'gi ekan deb o'yladim. Orqish Baxshi ularning so'zini anglab, "Bular sening to'gangni ko'mabdi, sen to'gangni boshqa yerdan izda" debdi. Ondan heliqi 4 o'g'ildan
Sizlar kim, qaysi qabiladan bo'lasizlar deb so'rabdi. Biz Kurshot Begning o'g'illari bo'lamiz deb javob beribdi ular. Yaxshi kapsizlar debdi Arqish baxshi ularga takallub qilib. Sizlarning bu aql parostinglar bilan yana mening oldimga kelishinglardagi sabab nima? U bu savolni so'rab turganida taom tayyor bo'lib qopdi-da. Heliqi aka-uka 4 o'g'ilni dasturxonga taklif qilibdi. O'zi talog'i chiqib, ularning nima deydiganligini anglab baxmoqchi bo'lib, darizining yeniga kelib turibdi. Taomni yeyish bo'lgandan keyin qo'rimchi o'g'il: "Men buningdek shirin mayni ichib ko'rmagan, biroq bu may qabristonlikda yetishgan tol uzumdan siqilgan may ekan" debdikan o'tamishmi. "Men buningdek mazalik go'shni yeb boqmagan edim, ammo bu qo'y ishni emib cho'ng bo'lgan ekan" debdi. "Men Arqish baxshi hakimdek esil odamni ko'rmagan edim" debdi to'g'ril gap qistirib, ammo uning asli onasi boshqa ekan. "Men bizning manfaatimiz uchun bugünkidek foydali so'z anglamagan edim" debdi Ashtalmu darhol ularning so'ziga qo'shimcha qilib. Sirtda ularning so'zlarini tinglab turgan Arqish baxshi darhol bu ishlarni munosabatli odamlardan bir-birlab surishtiribdikan, darvaqa hammasi ularning deganidek bo'lib chiqibdi. "Nemish bilan mening oldimga kelgan edinglar?" deb so'rabdi u. "Hojitinglarni aytqaysizlar?" O'g'illar otasidan qolgan miroslarni bo'lishmaganligini Arqish baxshi hakimga aytibdi. U buni anglagandan keyin qizil chedir, qizil tilla va qizil to'gilarni qo'rimchi o'g'ilga, qora chedir, qora ot va qora rangdagi yilqini o'tamishga, chol mulozim bilan olmollarni to'g'rilga, yer zamin bilan oq tangilarni Ashtalga buyurib beribdi. "Mening bu hikoyani sana so'zlab berishimdagi sababmi sening har bir ishda salmoq bo'lishingni, har qanday ishda aql idrok bilan himmatni o'zingdan neri qilmasligingni sana bildirib qo'yish uchundir. Kitoblarda ulug'larga shu narsa ayon bo'lg'ayki, har qanday qiyin ish, vaqa sodir bo'lsa, kamchilik bo'lsa, uni kengash maddi bilan yo'l qig'ay deyilgan" dedi Mavlana so'zining oxirida. "Undaq bo'lsa, qani aytib boqqancha" dedi Chag'atay xoni Tug'luq Temur uning so'ziga qiziqib. "Qiyin ishning tadbiri nimadir?" "Uning tadbiri shuki, ey haqqani azam, hammadan avval o'z yeningdan xushomadchi, sherin zuvon suvxanchilarni yiroqlatib, ah ko'ngil, pok tabiatlik, hurmatga sazovar fozillarni yeningda tutmoqing lozimdir. Ular bilan doim ham suhbat bo'lsang, sana ko'p manfaat berdi. Shunga qadim qila, ulug'vor kengashni har qanday kishi bilan, xos om bilan, bo'libmi fozillar bilan qilishsin. Chunki kichiklarning ko'ngliga yetgan tadbir ba'zida ulug'larning ko'ngliga hargiz yetmas. Hech kishi maslahatdan zarar ko'rgan emas degan edi. "Buni tushundim" dedi Tug'luq Temirxon Mavlonaga. "Chag'atay saltanatini mustahkamlashga shijoatim eshib-teshib turibdi. Buningga mening ishonchim komil" dedi Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki. "Biroq yolg'iz shijoat bo'libla tadbir bo'lmasa, shijoat xuddi qinidan chiqmagan shamsharga o'xshash korga kelmaydi. Shunga ota-bobolar shijoat g'ayratni shamsharga o'xshatgan bo'lsa, tadbirni qo'lga o'xshatgan. Hech qanday shamshar qo'l madad bermiguchilik hargiz korga kelmaydi." Tug'luq Temur Mavlonaning so'zidan ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi va orallah: "Ey hurmatli ustozim, hozirgi vaqtda meni bir senla tushunasan" deyaldi. "Shundoq,
sening hozirgi ahvolingni yaxshi tushunganligim uchun seni hozirning o'zida oshkora iymon etsan deb zo'rlayolmayman, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki. Unda qilsam seni o'tqa ittirgan bo'lmamdiman. Biroq saltanat senda qaror topgandan keyin andin oshkor iymon etib, butun islom sunnatini bajo keltirsangmi kechikkan bo'lmaysan. Chunki ilm daraxining yiltizi Makkada bo'lsa-mu, uning mevasi Xorasonda pishidi. Ey hurmatli Mavlana, bu so'zingni hech tushunamadim-ku. Demoqchimanki, men seni Erdevil'de İslamiyet'e davet qilib, dilingga iymon soldim. Endi sen o'zingning butparastlikni tashlab, majusiylikni tark etib, İslamiyet'e bay'at qilib, pok musulmon bo'lganligingni olmaliqda yer yuziga oshkora jakorlig'aysan. Ey Mavlana, mushunda qilsam İslamiyet'ning yasoq shariatiga xiloflik qilganlik bo'lmasman. Xiloflik qilgan bo'lmaysan. İslamiyet tarixida buningga oid misollar nayt ko'p. Shu misollardan bir ikkisini so'zlab bergan bo'lsang, men bu misollardan manfaat olsam nim bo'ladi? Men bu misollardan manfaat olsam nim bo'ladi? Uzun nayt o'rinliq gap bo'ldi, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki kulib ketib. Janobi Allah Payg'ambarimiz Rasulullah'a cuma namozini o'tashni Makkada farz qilgan bo'lsa-mu, ammo uning cuma namozini Madinadagi Solim masjidida o'tash nasib bo'lgan. Bu qachon yuz bergan voqea ekan? Menga to'liq so'zlab bergan bo'lsang. Bu voqea Janobi Rasululloh payg'ambar bo'lib 13-yili Rabiul Avvalning 8-i bo'lgan. O kuni sayshanba edi. Bu yerga mundaq tushuncha beribdi. Miladiya 622-yili 9-oyning 13-kuni Rabiul Avvalning 12-si degichlarmi bor. Bu haqdagi tafsilotlar uchun Xozarining Muhammad payg'ambarning tarjimaholi degan kitobidan foydalandi deyilibdi. Tazilarning Makka degan shahrida yashaydigan mushriklar islom dinining asoschisi Janobi Rasulullohga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lganda, Janobi Rasululloh darhol bir turkum sahobalarni boshlab Madina deb ataladigan yana bir shaharga ketishga majbur bo'lgan. Mushrik deganing kimlar u? deb so'radi Tug'luq Temur Mavlonning so'ziga qiziqib. Mushrik deganlar Allohga sherik keltirguvchilarni ko'rsatadi deb tushuntirdi Mavlona uningga. Shunda qilib Hazrati Rasululloh sahobalari bilan Madinadagi Bani Solim mahallasiga yetib kelganda juma vaqti bo'ldi. U shu yerda to'xtab juma namozi o'qidi. Bu payg'ambarimizning tunji qitim juma namozi o'qishi edi. Gerçi Allah Taaladan cuma namozi o'qish Makkada farz qilingan bo'lsa-mu, ammo bu chaqda Makkani mushriklar egilib olgan bo'lg'ashqa, u yerda cuma namozining hamma farz sunnatlarini ado qilish qat'iy mumkin emas edi. Chunki cuma namoziga jamoat bir yerga jam bo'lish shart qilingan bo'lib, Makkada bir yerga yig'ilib namoz o'tash mutlaq mumkin emas edi. Biroq Madinada juma namozini bir yerga yig'ilib o'qish imkoniyati bor edi. Bu yerda musulmonlar ko'p bo'lg'ashqa, ularning bir yerga to'planib Alloh taologa ibodat qilishiga to'salg'i bo'ladigan qarshi kuch oz edi. Buning sababini tushungansan? Tushundim. Oxirda qandoq bo'ldi? Janobi Rasululloh mushu yerda to'xtab, juma namoziga imomlik qildi deb so'zini davomlashtirdi Mavlona. Ey jamoat deb xitob qildi Rasululloh.
Bani Salimda o'qigan juma xutbasida jamoatga nasihat qilib turib, oxirat uchun hozirlaninglar, yaxshi ish, yaxshi faoliyat bilan shug'ullaninglar, boshqalarga yaxshilik qilinglar. Sizlar bir kuni dunyodagi hayotinglardan, mol-mulk, bola-chaqalaringlardan, xish aqrabolaringlardan ayrilib, Allohning huzuriga borganda, dunyoda qilgan yaxshi ish, yaxshi harakatinglardan boshqa sizlarga asqotadigan hech narsa yo'q. Oldinglarda do'zaxdan boshqa narsalarni ko'rmaysizlar. Buning uchun sizlar yaxshilik qilishga oldiranglar. Yerimtal xurmo chaqliq narsa bo'lsa-mu, sadaqa qilinglar. Sadaqa qilish yoki boshqa yaxshi ishlarni qilishga imkoniyatinglar bo'lmaganda, ochiq chiroy, yaxshi so'z, yumshoq muomala bilan g'irib qo'rva, yetim yesirlarning ko'nglini ilinglar. Chunki Janobi Alloh bir yaxshilik qilguvchiga ming haslab yaxshilik ato qiladi degan edi. Shunga Madina shahri Madina al-Rasul, payg'ambar shahri deb atalgan dedi. Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki so'zining oxirida: "Mening maqsadim boshqa emas. Hozir turlik sabablar tufaylidan diniy islomga bayat qilib, oshkora iymon aytish imkoniyating bo'lmasa, almonliqqa borgandan keyin xosiyatli kunlarning birida oshkora iymon aytsang bo'ladi. Mubodo bu lavzingda turmasang, oxiratda mahshar kuni sizlarda Mang'us deb atiladigan Azroil Azam so'yam halqumi bilan yoqangdan olganda Janobi Allohga javob berolmay qolasan. Xotirjam bo'lg'aysan, hurmatli ustoz, deb kesib aytdi To'g'liq Temir. Opam meni jangga atab erkak qilib tuqqan. Yangi e'tiqodim yo'lida kurash qilib, vujudim yilinjab turgan o'tda o'rtangan va islom ochaman deb janggohda yorilib etimning yo'lida yetib qolgan taqdirdimi, agar men yangidan erishgan islom e'tiqodimdan yonadigan bo'lsam, mangu nomard bo'lib, ishning kunida o'lib ketay. Parvardigorning g'aroyib hikmatlari her nefeste üzülmezden, arqadan ve her bir tınıqda köplep aşkar bop turdu. Dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki, Çağatay Xani To'g'liq Temirning javobini anglab ko'ngli tinib. İslam qoida mezonlarining azguliklari sana her qachon, her zaman pam-parosat, erdem, shijoat, kuch-quvvat ato qilib, seni buyuk arzu maqsadlaringga yetkazgay. İlahi amin. Bu çağda ustozning orqasidan To'g'liq Temirmi chin ko'ngildan tilovat qilib, qo'lini Fatihaga egiz ko'tarib, amin dedi. Mevlana Ershidin Valiyullah boshliq qolgan kishilarmi ular bilan tangla duoga qo'l ko'tarishdi. Amin. Sening putingdan og'riq zahmatlar yiroq bo'lsin. Dushmanlaringga balo qazolar yog'sin. Maslahat shu bo'lsinki, dedi To'g'liq Temir o'rnidan turib etib. Men qaytay. Tosh Temir Bahodir daryo bo'yida meni saqlab qoldi. Olmaliqda taxt saltanatim qora topgandan keyin o'zim oshkor iymon aytib, qo'l ostimdagilarni muvofiq usul bilan iymonga chaqiray. Shu chaqda sen iliga Olmaliqdagi o'rdamga borgaysan. Qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki To'g'liq Temirni uzatib chiqib etib. Bu oyatning ma'nosi shuki, kishi o'zining ati nima bo'lishini, qayerda o'lishini bilmagay. Mening ahvolimni o'zing ko'rib turibsan. Mubodo mening umrim iliga berishga yetmasa, lavzingdan hargiz qaytmagaysan. Huzuringga o'g'lim Mevlana Ershidin manga vakil bo'lib basun. U o'g'lini chaqirib To'g'liq Temirga to'g'ri qildi va Xo'jazodam ilmu irfonda kamolatga yetdi. Men bo'lsammi, men bo'lmasammi,
O xuddi mənba çağdagidəkla sana rəhnamə boğusu dedi. Rəhnamə degeni yol göstərgücü degan gapkan. Bu çağda G'o'jzoda Mavlona Ərshiddin Vəliyullah Çağatay xani Toğluq Tömürgə beşini egib təzim bəca keltirdi və onunğa qolunu berdi. Yaş Qurami qurdaş bolğan bu ikki yigit bir-birinin qolunu çiң sıqışdı və sinchi ko'zlari bilan bir-birining chiroyiga tikilib uzoqcha qarashib turishdi. Ularning ko'zlaridan ulug'vor maqsadga yetmaguncha zodi to'xtamaydigan qaysarlik, ulug'vor maqsadlarni o'rinlash yo'lidagi to'lib toshgan ishonch va parlaq istiqbolga bo'lgan umid nurlari chaqnab turadi. To'g'liq Temir ustozi Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki bilan xo'shlashib chiqqandan keyin Aygul xonqosidan yurib ketdi. Nazm. Saqiyishning umidi shu chaq bo'lar o'rinliq. Tomuruңni ko'rsatsang tajribalik tevibqa. Bilmaganni so'rag'in, chunki xo'rliq tartsangmi, bu ish boshlar sharaflik parlaq egiz cho'qqiga. Shayx Saidi